Mana nonushtamiz bitgandan keyingi holat. Har doim to'la paytini olayotgandim. Non o kadar yemiyorlar. Mana yong'oqli pirogimdan shu qoldi. Bu da ustida da bordi. Bu da tugadi. Bu kokos qarindisida tatlisi, pechenisi. Bu salat qildim, bu da tugadi. Negadir canlı salatni uncha sevishmadi. Yoqtirishmadi o kadar. Tarvuz da tugagandi, yana kesdim. Birinchi qismi tayyorlash edi, ikkinchi qismi esa idish-tovoqlar yig'ishtirib, otgan narsalar joylab, shunaqa ishlar qilinadi.